Xo'p, qadrli obunachilar, gazni qo'yib chiqdik. Kecha 150 ming so'mlik gaz quygan edik. 125 kilometr, 125 ming so'm ishlab 20-noyabr kuni mana. 125 ming ishlab kirgan edik. Xo'p, bundan keyin yana ishladik. 477 ming bo'lyaptimi общisi? 125 ta arisak 350 qoladimi? 350 necha pul ham qoladi. Xo'p, bugun 217 ming ishlayapmiz. 560 ming, 570 ming bo'lyaptimi? Shunda bitta zapravka bilan bugungi 157 mingda ayirarsak, undan 400 ming pul qolyapti ekanda mana. Toshkent shahrida Yandexda, Propanda, Cobaltda ishlash komfort tarifida shunaqa bo'lyapti akalar. Tafsilotlarni yana qo'yib boramiz, xudo xolasa. Xizmatimiz yoqqan bo'lsa, mehnatimiz qadrlash sifatida bitta like bosib qo'ysanglar, kanalimiz rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lasizlar. Hammalarga kattakon rahmat.